Onasi, Oilasi. mabodo pulimni olmadingmi? Tepadagi puldami? Ha, kecha oldim ozgina. Mendan beso'rab olmay olasan, men pulim kelsa. Telefoningiz o'chir ekan, telefon qilsam kerak edi. Ani bolani issig'i chiqdi-da, dori olib keldim. Kech keldingiz undan keyin. Meni nima bo'lsa tarqatdingizda, mendan beso'rab narsalarni kelmagin deganman. Siz o'ylab gapiryapsizmi? Qanaqa qilib qilmasligi mumkin? Onasi, soatimni olib chiqib ol. Mana soatingiz. Onasi, bu yoqqa qarab oling, ha? Onasi, voy bilmasdan qattiq gapirib qo'ydim senga. Xafa qilib qo'ydim. Ayb menda telefonimni ham olib qo'yishim kerak edi, o'chirib qo'ydim. Bo'ldi, endi bitta shunga xafa bo'lma. Adasi, nima qilasiz? Tinchlikmi? Urishganimizga 5 minutdan bo'lgani hol. Endi men uzr so'ramoqchi edim. Doim mendan oldin uzr so'raysiz. Men kishi ketyapman, ko'chaga chiqib ketyapman. Sen bu yerda xafa bo'lib yursang, qanaqa men yura olaman? Qanaqa ishlayman? Ko'nglim xotirjam bo'lmaydi onasi. Bo'pti, yarashdingmi? Adasi. Oling, ber. Yurmani ishni kuzatib qo'y. Qani. Qaysi oilani tinch, baxtli yashayotganini ko'rsanglar, bilaveringlarki, o'sha oilani erkagi kechirimli. Siz ham kechirimlimisiz? Shu videoni tarqatib qo'yinglar.